Salom aziz tomoshabinlar. Bugun qishlog'imizning qora mafiyasi va buyuk sevgi tarixi haqida so'zlab beraman. Qishlog'imiz o'zi chiroyli. Mustaqillikdan keyin qishlog'imizda asfalt yo'llar keldi-yu, qizlarimiz go'zallik qurbon talab etadi deb basharasi bilan asfaltga yiqilaverib u yo'g'ini o'zi tushunmiz. Lekin yo'qdan ko'ra shukur bor deb ko'zimizni surtib yuribmiz. Shvartga o'xshagan ko'rmaganni ko'rgani qursinlar esa mahrga poti berib qo'ygan. Gap so'zmasdan tanishtirishni boshlaydi. Aytganday, bu safar voqealar rivoji juda keskin o'zgaradi. Shuning uchun bemalol o'tirib tomosha qiling. O'zimizni Shvartda tanishlarimiz kerak. Yoshligida bu ham bir-ikki marta asfaltga yiqilgan, o'zini hali ham Shvartga o'xshataman deb umr chirib ketibdi. Yoki o'zi chirib ketibdimi bilmadim. Uni oshig'i Sarvinoz o'zini takoy deb hisoblaydi-yu, lekin maqsadga bo'laveradi. Sarvinoz u kunlargacha burni oqib yurardi. Qatdan sochi o'sdi-yu, miyasi qisqa shekilli o'zini primadonnaman deb hisoblaydi. Bilmayman bu maqsad nimasiga havas ketgan, men hayronman o'ylaygan. Aytganday, bizda qishloqda qora mafiya bor, lala. Mafiya desangiz mafiyaga o'xshamaydi, odam desangiz odamga o'xshamaydi, lekin xotinbozlik bobida unga teng kelib bo'lmaydi. Ko'rmaganni ko'rgan qolsa, qarib tuyulmagan Habash mafiya Sarvinozga ishib ketib kompot bo'lib qolgan. Habashda yana ikkita oppoqqina chotirlari bor. Bittasi ko'zga yaqin Shuha mafiya, uni ancha muncha odam qishlog'imizni yaxshi ko'radi. Bilmayman, shu yosh katta kampirchalarmi, boboychalarmi yo'lga ko'rsa ham ortidan duo qilib yuradi. Shu ozgina mafiyaga aralashdi, turib tarovati ham buzilib qoldi. Ikkinchi chotiri o'zidan avyeshni yasalgan Akosh mafiya. O'zi akasi men, uchastkavoy. Shunga ish olibmi, bilmayman, kar qilganda karkarni zo'rini qiladi. Endi bizni Kurukdan Chiltonni bilmagan odamni o'zi yo'q. Ves Toshkent taniydi. U yoshligida lotchik bo'lsa orzu qilardi. Katta bo'lgan yerga tushira olmaymiz. Lekin Chiltonni azaliy orzusi bor. Afg'onistonga uchib borib, chekkaroq joydan 1,5 so'tik qalabijan yer olib, dehqonchilik qilmoqchi. Aslida voqealar mana shunday boshlangan edi. Tapalatipon, sanga telepon. Tapalatipon, sanga telepon. Tapalatipon, sanga telepon. Pon, sanga telepon. Alo. Maqsad. Tushunmadim. Nima? Taqib qilishyapti. Habash mafiya meni taqib qilyapti. Qana, Habash? Alo. Qo'yib keting. Qutqaring meni. Alo. Sarvinoz. Qanaqa Habash? Alo. Hozir boraman. Onang men Habash. Hozir dabdalangiz qaraman. Alo. Sarvinoz. Habash. Alo. Onangni ko'rsataman. Nimaga o'chadi? Sarvinoz! O'chishini qo'yaloq! Habash! Sarvinoz! Hozir onangni ko'rsataman. Sarvinoz! Qurib o'tdan. Agar o'lgin kelmasa, Sarvinozni qaytar! Sarvinozni tushingda ko'rasan.
Yondiraman deydi-ku. Mana senat hay'ati xalq dardini tinglash uchun yetib keldi. Xalqqa ayting, nima muammongiz bor? Bolalar, menga yordam bermasanglar bo'lmaydi. Har bir bandasiga avvalambor Alloh taolo o'zi yordam berguvchi. Nima muammongiz bor? To'xta. Sarvinozni qutqarishga yordam bermasanglar bo'lmaydi. Uni uydagilar Rossiyaga ketayotganda menga topshirib ketgandi. Ular ahmoq bo'lmasa, sen qo'lingga ham qiz bilan topshirib ketib-kularmi? Ana iflos Habash uni anchadan bir kuzatib yurgandi, o'ziga xotin qilaman deb. Chorni aytibsan? Yaxshi-ku. To'y bo'lar ekan. Osh yeymiz, shashlik yeymiz. Ha. Tomin ketganmi? Ha. U Habash mafiya bo'lsa, keyin mana bu kompot, u Sarnozga kompot bo'lib, Libov markov qilib yurganmisiz necha yildan beri? Ma xo'p, men qattan bilay. Ancha bo'libdi to'y osh yemaganimizga. Men nima g'amda emas, sen nima g'amdasan, Chilton? Ha, xo'p, nima ham qo'limdan kelardi? Sarvinozni erga berish kerak emas, uni qutqarish kerak. Ha, bo'pti, nima qilamiz? Endi ma'lumotlarni aytib o'taman. Jigarlar, radnoylarim. Habashda 3 ta o'ziga o'xshagan qo'riqchisi bor. Bor. Yebsanki bittasidan. Yomon. No. Ular meni kuchim ham, aqlim ham yetmaydi. Bizani ham, bizani nogiron qilib qo'yishi, u tak bo'lik-ku narsa u. Shuning uchun do'stlarim, men borolmasam kerak. To'g'ri, men ham bormayman. To'g'ri fikr. Bizni yeb kalvaza qo'rishadi. Kim qarayapti? Sallan o'rtoq yuribman. Endi Jo'rajon, Mojbit balkim yordam berishga rozi bo'lishi mumkin. Do'stligimiz uchun. Bir ikkita musht yeyish zaparli emas sen uchun o'rtoq. Lekin nogiron bo'lib qolsak nima bo'ladi? Shuni tushunmayman. Da, unda va'da ber. Nimadir? Va'dalar. Men Maqsud vaqtga biror kor hol bo'lsa, o'ziga qaramay qolsa, men shu it guvohligida, shu it guvohligida va islom it guvohligida va'da beraman deysiz. islom itmas, it guvohligida de. Xo'sh, keyinchi Keyin va'da ber. Ha deb yig'lavermaga, va'da bersang bo'ldi. Eshitasanmi? Nima deb va'da beray? Men islom guvohligida va'da beraman. Senga biror kor hol bo'lsa, o'zim qarayman deb va'da ber, bo'ldi. Xo'p. Islom jo'ra guvoh. Ha, Va'da beraman. Agar senga bir narsa bo'lsa, qo'lingga, boshingga, qatlaringgadir. Men o'zim baklashga tayyorlab beraman senga. sen va'da shunchaki va'da bo'lar-ku. Yo'q, sen qasam ich. Sen qasam ichsa ishonaman-da, jo'ra. Endi to'g'ri tushunmasan endi. Xo'p, qasam ichaman. Men Maqsud vaqtga yo'q. Men Maqsud islom guvohligida. Men Maqsud islom guvohligida vaqtga biror nima bo'lsa, men unga qarayman. Tantanali ravishda qasamyod qilaman islom guvohligida desan. Voy bu shuncha uzun qilib aytishim shartmi? Ha, bo'pti. Qisqaroq qilib aytsa. Qisqaroq qilib notariusga borib qo'ya qolaylik. Nima? Dokumentarniy bo'lsa yaxshi-da, hozir va'dalarga ham ishonib bo'lmaydi. Bu cho'zmayni. Yordam beraylik do'stimizga. Bo'pti, ha deb yig'laverma, jo'ra. Onasiz bir gap bo'lar. Tak, menda ideya bor. Qanaqa?
Bize borib asteroiddan bomba tayyorlaymiz. Keyin Xabash uyiga o'tamiz. Bakalashkani o'tmoqchisan, tutun bo'ladi. Xo'shlar. Asteroiddan bomba yasaymiz. U keyin Xabash uyiga boramizda, bombani otamiz. Keyin u tutiydi-da. Keyin ular hammasi qiyiladi-ku. Keyin kayfi oshib qoladi. Sanichi? Kayfi oshib qolgandan keyin kirib Sarvinozni sekin kayfdan olib chiqib kelamiz. Sani o'zing ham tutun, xayolingni ham tutun. O'zi o'rta xafa bo'lma, sendan bundan boshqa o'zi ideya chiqishiga ishonmagandim. Bu bo'lsa aytlaring o'zlaring, qanaqa ideyalaring bor? Qarorchi bolalar. Ha. Ideyangiz o'rmanda. Xo'sh, Raslam nima qilamiz? Xabash! 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 Tu. Yaxshimisiz? Gapim bor edi-da. Karvon ko'rdim, tuyalari bo'zlab kelar. Nortiyadan meni 90-60-90 yarim izlab kelar. O'tgan kuni bergan dollarlarim esdan chiqib. Qolgani nima edi deydigan odam yo'q. Nitrogena, vai, sina nitrogena, sinok, nitrogen. Vallahi, mendan rozi bo'linglar. Sarvinozni sevishimni aytib qo'yinglar. Butun umrim bir lahzaga ko'zim oldidan o'tib ketdi. Ishonasanmi, hattoki janozamga ko'p odamlar kelganini ham ko'rishga ulgurdim. Ha, o'zi ham qo'llab qo'yganga o'xshaysan. Ha, o'yladim. Shvars, qo'llab qo'yibsan-ku. Senga ham unaqa qarasan, ahvolingni ko'ramiz. Menga foydasi yo'q. Shundan beri ishim qotib qo'ying. Bezrayib qarasa ham, har qanaqa qarasa ham iloj bo'lmadi. Bo'pti. Ko'p gap sotmaylik, ichkari kiraylik, ketdik. Bizni to'yimiz Gavayi orollarida bo'ladi. Oyimlarga Malibu, adamlarga Brabus sovg'a qilasiz. To'yimizda limuzinning o'rniga Hammer olib kelasiz. Sizlar kimsanlar, nima qilsanlar bitta? Asoka, bizda Xabash akamlar bilan to'yimiz bo'lyapti, tabriklang. Shu bilan, ha? Tilingni tiy, menga nima qilibdi? Sen o'zingni oynaga qaradingmi? Batikaboyda farqi yo'q. O'zlaring ham jahurlik olmasizlar-yu. O'rta, bu bilan sani yuzing hozir bir xil patinka. Ataydigan erkak kishi bor-ku. Maymunlar sal farq qilsa bo'lgani. Shuncha o'zi hisob. Tushunding? Sani qutqargani keluvdik. Baxtli bo'l, Xabash akam bilan. Tilingga berma. Aka, sizlar o'rayversin. Qo'lni duoga ochinglar. Och. Men qo'limni ochmayman. Och. Oraliqda yerlaring. Ha, böyle Xabash aka oching. Qo'ying pichoq-pichoqni. Birinchi kesib olamiz.
Tuydan oldin. Ochsana. Och kelin. Ilohim amin. Borgan joylaringizni tashlay qotinglar. O'zlaringizdan ko'payib inkubatorda qop-qora farzandlarni tug'ib tashlayversizlar endi kelin bola ham. O'zingizdan ko'payib tirib tinchib keting, mana shu yerlar negirchalarni tug'ib yuravering. Shunday qilib umringiz ziyoda bo'lsin, baxtli bo'ling, taqli bo'ling, tinch bo'linglar, to'tuq bo'linglar. Bizlarga xizmat bo'lsa aytaverasizlar. Ilohim amin. Allohu akbar. Hammangizga rahmat. Mayli. Biz chekamiz. Kelin. Vale. Amazing. Oshqozonimiz og'risa zo'yib qo'yinglar. Mayli, hayot shu ekanda. Siqilaverma. Maqsud. Bu hayot shunaqa o'zi. Ayol zoti bevafo bo'ladi. Yaxshi gapga oshiq bo'ladi. Yaltir-yultir narsalarga uchadi. Kimni mol dunyosi bo'lsa, hammasi ham ma'qul, lekin mol dunyoga uchib. Qaror sen bilan o'ylagan qizmas ekan, Sarvinoz. Senga yomon erlar xos. To'g'ri aytasan. Qilbalari menda Nasroyi yaxshi qiladigan, g'am tashvishlarni kosmosga qoldiradigan zo'radan bor. Tayyorlab qo'yganman. Sani doringiz, samolyotingiz, sen bilan uchish vaqti apasini onasini emsa, odam o'lib ketishi mumkin. Afg'onistondan chegaradan o'tolmay. Faqat shunaqa deysanlar, Bo'ra. Bugun menga bitta bilet olib qo'y, birga uchamiz. Bo'ldi, gap yo'q. Bunaqangi dori, chokishlarni unutib turib, hayotga oldinga katta planlarni qilish kerak edi. Oldinga qarab harakat qilish kerak. Qo'ylaring bunaqa narsalar. To'g'ri yashab, to'g'ri soqqan qilaylik, boy bo'laylik. Sarnozga o'xshaganlarni biz ham yo'q-yo'qda ushlab yuraylik. Qilib oldinga rejani qo'yib, takoy qizlarni o'rayotgan biznesmenlar bo'lib yurishimiz kerak. Men sizlarga, короче, yig'ishtir. Jamoalarni beraman. To'g'ri aytasan. Ket. Ha, Sarvinozdan zo'rini topaman. Ha, zo'rini topasan. Puling bo'lsa o'zi keladi. Puling bo'lsa xaltada, dam olasan mana bizdek Yaltada. Ketdik Yaltaga. Ketdik. Oy, qarli qilsin. Charchag'i. Omadsizlar. Keti, endi angni. Senga uylanganimcha xonavayron bo'larkanman-u. Nima emish? Tuy Dubayda, Asaloy Maldivada, otamga Malibu, onamga Tracker 4 xonalik kvartira. Bunaqa rasxodga sandaqasidan 18 ta beradi-ku. Bu nima deganingiz? Kecha yuruvchisiz orqamdan oxiri olib qochib keldingiz. Chiroyli qizga uylanish osonmi? Turya yo'qola, qamchiq. Bashariya qursa, qorayalar. Xudo bir asradi. Sal qo'lda yeb qo'yishimga. Bekorga aytishmagan ekan odamni olasi ichiga deb. Yes, motor. Ketdi. Maqsud aka. Devor, to'xta. To'xta, boshida. Shuka chirin motor, billat. Ko'r. 1 2 3 4 joyingga tur. O'pasami yo'qmi? Qisib qoldi. Bo'ldi, mana shu oxirgisi. Ketdi. Sen stop bilet. Sen nima o'zingni aytasan? Qimmat Alodan ber. Sekiro. Yo, to'g'ri. Kadrga kirganda. Zo'r romantikani buzma. Hey, dadil. Quyosh botyapti. Hey, dadil urdi. Ha, qattiq ura, mazda qarab turing. Sen o'zingni o'g'ira. Aylo. O'zingni o'g'ira. Bo'ldi. Sen yaqinroq. Stop. Hey. Arzimas sovg'a. Rahmat.
Bizni to'yimiz Gavayi orollarida bo'ladi. Oyimlarga, Malibu odamlarga qanaqadir bir boshqacha. Sen nima deyapsan oy? Nima dey? Shuni deyman, o'zing shunday gap. Til tekkizma. Sen nima deb, sen menga til tekkizma. O'zlaringdan bunaqa bo'lsa. Ha, shu Bular gapirgandan keyin do'stsan. O'z Bunisi bu yo'ldan chiqadi. Esmator, nima gaplashib o'tiribsizlar? Nima? qo'y, ey, Islom. Mana joyimni ham tuzatdim. Yo, ana qo'qsa. Qani yo'q. Qo'lingizni o'g'laching. Men qo'limni ochmayman xabash deganlaring uchun. Ha, xavashni o'g'ib pichoqchangni olib qo'ying, pichoqchangizni kesib qo'yasiz birinchi. Qo'lingizni o'g'laching. O'chsana. Och. Ilohi amin. Bo'lgan joyga toshlar qotib, o'zingdan inkubatorga o'xshab, negirchalarni qop-qora xabashchalarni tug'ib, ana shu ko'payib ketlaringda tinib tinchib ketlaring. Bo'lgan joylaringizni toshlarga qotib, baxtli taqdir bo'ling xabash aka. Kuyov bola, tabriklaymiz. Amin. Allohu akbar. Sulh bitdi. Qani kelin. Amizin, mikrofonsiz bu videoni olgan o'zi yibanizm. Qani iloh. Qo'ling och. Esmator. Mikrofon bormi ikkalanglarda? Bormi? Yo'q. Stop. Kechirayapti. Esmator. Stop. Esmator. Yurto? Yo'q. Operatsiya o'xshadimi deyman, ha? Ish qilib ana xabash vaqtni majaqlab tashamasa bo'ldi. Ha, yo, vaqt eplaydi. Stop. Bir xil. Islomda. Esmator dubl. Qo'lingni tushirib tur. Aha. Islom qo'lingni tushir hozir. Sana qo'y. Esmator, поехали. Yurto? Ha, Operatsiya o'xshadimi deyman, ha? bilmasam. Ish qilib ana qora xabash vaqtni majaqlab tashamasa bo'ldi. Ha, yo, vaqt eplaydi. Ayniqsa tema mavzusida. Ana endi bu safar qarab turasizlar-da, men tepyapti. Ha, o'sha narsa. Detsa. Ha. Esmator. Chiqibdi. Stop. Esmator. Voy, nomard. Qanday bo'ldi, jo'ra? To'g'ri yo'l. Biz bo'ldi, jallam. O'zim. Ketdi. Yes.